Kechalichkaga bitta zo'r savol kelibdi, qiziq savol. Abdujabbor aka, ko'pchilikka maslahat berasiz er-xotinlarga, lekin o'zingiz ayolingiz bilan arazlashib qolsangiz nima qilasiz deb savol berishibdi. Hop, bu holatda 3 ta narsani unutmanglar. Ayol kishi yosh bola tabiati bo'ladi, sal narsaga ham qo'm chiqib qolaveradi, arazlab qoladi. Shuning uchun ular birinchi siz bilan arazlaganda, urushganda hamma narsasini eshiting. Shu gapini, hamma gapini oxirigacha eshitishga harakat qiling. Faqat siz unga otvet qaytarmay turing iloji boricha. Keyin uni eshitib bo'lganingizdan keyin iloji bo'lsa o'sha kuni sal bu narsa yengillik qo'shing. Sovg'a olib berasizmi, bitga aylantirishga olib chiqasizmi? Nimadir yana o'zgarish qo'shish kerak. Keyin ayol kishi o'sha baqirayotgan payti ko'proq o'zidan sizni itarishga harakat qiladi. Lekin shunaqa payt iloji bo'lsa ayolingizni bag'ringizga bosing. Hamma narsa soviydi. Shu yerda o'zida o'chadi ayol kishi. Chunki bu narsani ichidan ayol xoliydi. Bu narsani rad qila olmaydi. Keyin yana erkaklar shuni unutmanglar, ayol kishini hech qachon yolg'iz qoldirib bo'lmaydi. Ba'zilar aytadi, urushib qolsang, ko'chaga chiqib aylanib kelgin, o'zi xumordan tushib qoladi, keyin bemalol hal bo'lib ketadi hamma muammoing deydi. Lekin bu umuman noto'g'ri narsa. Aynan o'sha paytda siz ayolingiz yonida bo'lishingiz kerak, uni eshitishingiz kerak, unday muammoni hal qilishga harakat qilishingiz kerak. Hech qachon uni xarakterini to'g'rilayman deb harakat qilmang. Prosta uni siz sindirib qo'yishingiz mumkin.